Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz texnikalarni obzorini olishga kelganmiz. Ko'pchilik so'ragandi, texnikalar narxlari qanaqa ekan, narxlar bilan qo'ying degandi. Biz bugun sizlarga narxlar bilan qo'yib. Bu traktorimiz Eron Islom Respublikasida ishlab chiqarilgan. ITM traktor bo'ladi. Traktorimizning ot kuchi 75-80 ot kuchi bo'ladi. Va Bartoy sistemi bilan jihozlangan. Traktorimiz ancha baquvvat. Va sotuvda mavjud. Hozirgi kunda narxi 350 million so'm bo'lyapti. Buni boshlang'ich to'lov 50%, 55% to'lab turib, qolganini bo'lib to'lashga olishlari mumkin. Va ko'pchilik tanigan bo'lgan o'sha traktorlar ichida malikasi bo'lgan MT80X traktori. Bu traktorimizning narxi kondisioner variantidan hozirgi yangi partiyasidan kelgan kondisioner variant bo'lib turib 355 million so'm sotuvda bundan ham mavjud. Buni ham shunaqa boshlang'ich to'lov 50%, 55% to'lab turib, qolganini 1 yilga rasolchigani bo'lib turish xizmatiga, xarolat savdosiga xarid qilishlar mumkin. Sotuvda mavjud. Va klass press podboshchi, klass 55 bilan bir xil bo'lgan, birga bir ishlangan press apparat. Buni ko'pchilik menimcha bilsa kerak, ko'pchilik taniydi ham press apparatni. Ishlash jihatlari ham tez va ancha qulay press apparat. Buni ham shunaqa, bu narxi esa 250 million so'm yangi ishlashga tayyor turibdi. Buni ham xuddi shunaqa boshlang'ich to'lov 50% to'lab turib, qolganini chana foizsiz, peniyasiz o'zini pulini bo'lib turishga olishlar mumkin. Va shu qatorda kartoshka kapatel sajatlarimiz ham bor. O'tin kasilkalar bor. O'tin kasilkamiz narxi 185 ligi, yadak firmaniki, bu sizga ancha yaxshi firma. 185 ligidan tan narxi 38 million so'm. Buni ham boshlang'ich to'lov 50% ni berib, qolgani 3 oygacha bo'lib turishga qilib beramiz. Pluklar ham shunaqa. Bularni ham 50% ni beramiz, 50% ni qolganini bo'lib turishga. Va buni aylanma pul so'raganlar uchun aylanma pulimiz sotuvga yetib kelgan. Narxi 125 million so'm, 115 million so'm qilib beramiz. Buni ham shunaqa boshlang'ich to'lov 50% to'lasangiz, qolganini bo'lib turishga chiqarib beramiz. Materiallar ancha baquvvat. Va haydov traktori 10-25 traktorimiz sotuvda bundan ham mavjud. Buni narxi 435 million so'm. Hozir narxlar ko'tarilgan kondisionerli magnitofonlar bor, yangi chiqqan partiyasidan. Buni ham shunaqa boshlang'ich to'lov 50%, 55% buning ham to'lov qilsangiz, qolganini buni ham shu bo'lib turishga beramiz, foizsiz, penasiz albatta.